153-savol. Sevgi haqida. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, sizga savolim shuki, Allohning bandasiga bo'lgan sevgi Alloh in'omimi yoki shayton hiylasimi? Ikkinchi savolim, Alloh yo'lida sevish qanday bo'ladi? Javobingizni kutaman. Javobingiz uchun oldindan tashakkur. Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning bandasiga bo'lgan sevgi shariatga xilof bo'lmagan holda bo'lsa, Alloh taoloning in'omidir. Allohning bandasiga bo'lgan sevgi shariatga xilof holda bo'lsa, shaytonning hiylasi va